Haligi achchiq tarvuz suvi bor-ku, ana shularni olib ichib, nima ichaklarim tozalanib yurardim, yengil bo'lib. Mana shu yomg'ir yog'sa, bir kun, 2 kun oldin oyog'im og'riydi, bilinadi. O'sha marza surka qo'ysam, bilinmasdi, og'rig'i o'tib ketardi. Men O'zbekiston tumani Ko'l-Elash qishlog'idan keldim. Jo'riyeva Havoxonman. Meni buqog'im bor edi, bir nafasim qisib qolardi-da. Doktorlarga bordim. Toshkentgacha ham borganman doktorga. Olib borgan. Olib borib davolatdi-yu, bu yerda eshitib qoldim. Bu yerga keldim. Yangi ochilgan vaqtda bu yerda. O'shanda kelganman, o'shandan beri kelaman. Mana 2 yil bo'ldi, kelmay qo'ygandim. Yana o'zim ko'nglim yana shaqa tortib yana keldimda shu bugun 2 yilda orasida nima qilib, nimagaki mana ali choylarni, haligi achchiq tarvuz suvi bor-ku, ana shularni olib ichib, nima ichaklarim tozalanib yurardim, yengil bo'lib. Yana oyoqlarim unaqa o'zimga o'zim bilinyapti, hozir og'irlashib qoldim. Esimdan ham chiqib qolibdi bu yerga kelib yurishim. Keyin bir kun qo'shnimiz aytib qolishdi. Keyin voy boraman dedimda, kecha bugunga yugurib keldimda yana shekka. Nimaga desiz, mana ali maza bor. Oyog'im og'riydi, oyog'imga surtasam, mana shu yaxshi bo'lib bo'laman. Mana shu yomg'ir yog'sa, bir kun, 2 kun oldin oyog'im og'riydi, bilinadi. O'sha marza surka qo'ysam, bilinmasdi, og'rig'i o'tib ketardi. Yana mana kecha kunlari yomg'ir yog'di, oyog'im yana og'rishni boshladi. Mana yana shekka kelib turibman-da, o'zim qandaydir shekka chopib yana keldim. Nimagaki oldin bekka kelib, o'sha nimalarni ichib davolanib yurganim uchun yana shekka keldim-da endi bolam. Buqog'im borli vaqtida shu choyni yo'qlik borli vaqtida bekka kelmasimdan nafasim qisardi, ko'p yursam hansirab qolardim. Yo'llarda ham o'tirib olgan vaqtim ham bo'lganda, keyin bekka keldim. Avval ichganimda haligi aytgandek foydasini bilmadim, o'zim qandaydir ko'nglim qoldim dedimda, qani ichaverasam, haligi nafasim sekin-sekin ochilaverdi o'zi. Qandaydir o'zim yengil bo'lardim-da. Keyin yana keldim, kelib yana oldim. Buni ichida kelolmay qolganda mashina bu yerda telefon qilamiz, dastlabga olib borib berishadi. Etdan o'zimiz olib turdik. Bolalar kelib olib berib ketdi. Qo'shnim kelsa, qo'shnim ham kelishardi, o'rtog'im. Ulardan pul berib yuboraman, yo chegirma deb telefonimga nomer boradi, kelib olib ketardim chegirmasida. Meni endi yana keldim-da shekka shifosini topay, yana shu oyog'im og'rimasin deb. Hozir men ali nimasiga keldim. Kremga keldim. Shuni olib hozir doktorga so'radim, doktor aytishdiki, holatida nima bo'lyapsiz dedi. Yurganda nafasim qisyapti yana desam, mana nimadan iching deydi. Bo'pti deb hozir endi olgani yana shekka kiryapman-da endi shu dorilar olib. Ammo lekin juda yaxshi, menga ma'qul. Choylarni ichsam yengil bo'lib qolaman qandaydir. O'zimga bilinadi. Ammo lekin bir marta, 2 marta hali ichganda bo'lmaydi. Hali kechqurun ichaversangiz bilinar ekanda, yonimda ukam bor, o'g'il ukam. Apa choyingizdan damlang deb chiqishadi. Billa o'tirib kechqurun ichamiz-da shunaqa qilib. Hali o'g'il ukam bilan. Nima qilib? Choyingiz bormi apa deysa, ha deyman, pechkani ustiga qo'yib, hali qishda ichib o'tiramiz. Nima qilib? Hammaga mana shu mahsulotni olishga tavsiya qilaman. Nimagaki o'zim foydasini bildim shuni.